tez harakat qilaylik. Kimdir chuvalchang topgan, Xitoyliklar milliy taom. qanaqa so'ragan ma'nosini tushunyapman. Nima qilamiz? O'lib qolsa nima qilamiz? O'lib qolsa katta yurib bo'ladi deyapti. Men tushunyapman-da. Yurib bo'ladi. O jingalak. Yo'q keldi. Jingalak. Yana 3 kishi jingalaymiz. Qaysi birimiz jingalak? Pasayapman-da yerga. Mana sana aytyapman, vaqt u narsa yo'q edi. Chopqa teshiladi. Chiqaq qo'y teshadi. Mamda paraxa aylanib ketaveradi. Qayerda bundoq chiqadi? Agar sal adashsa oyoq ketadi. Agar chunki to'g'ri oyoqqa keladi u. Mehmonimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Muqimiy teatrining eng katta ustozi, mehnat shuhrati va do'stlik ordenlari sohibi Turg'un aka Beknazarov taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Salomatsiz. Rahmat. Allohga shukr. Charchamasdan keldingizmi? Rahmat. Avvalo tashrif uchun katta rahmat. Ilohim mana shu ko'rsatuvni umri uzoq bo'lsin. Hamisha xalqimizning qalbidan, yuragidan joy olsin. Xalqimizga beminnat xizmat qilaylik. Aytganingiz kelsin. Ustoz gastrolda, safarlarda yuradilar, charchab keldilar, yana taklif ham qildik. Mana birinchi ko'rsatuvimizga kam bo'lmaysiz ustoz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingiz qandaysiz? Yaxshimisiz? Salomatlikda. Yoshlar uchun, umuman mana shu birinchi ish boshlayotganlar uchun agar bizni qandaydir maslahatimiz bilanmi yoki o'sha san'atimiz bilanmi, qanaqadir yaxshi bir taklifimiz bilanmi sizlarga qancha yordamimiz tegsa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Sizlarga omad. Ko'p yashang. Ustoz, hozirda mana Shahzodbek bilan gaplashib turdik. Gap oradan gap chiqdi. Teatr va kino haqida ketdi. Kirdim Muqimiy teatriga, ustoz qatnashmani qildi, lekin ko'rib turibman, odamda sal kamroq, ayniqsa yoshlar kam, kattalar ko'p. Shuning uchun boya gapirib turdim, topa olmadilar. Birinchi mehmon taklif qilamiz dedim, hali topa olmadim. Muqimiy teatrda ijod qilganimizda erkak komili deyapman. Shahzodbek. Mana ko'rib turibsizmi, yoshlar bilmaydi. Nimaga? Masalan, shu savolni anaqa sizdan so'ramoqchi bo'lib turdik. Bilasizmi, bundan o'sha mustaqillik yillari kanallar kam edi. Masalan, Rossiyaning bitta kanali bor edi va ikkita O'zbekistonning kanali bor edi. Odamlar ko'proq shu televideniya yo'q, panoramaga chopishardi, kinoteatrlarga chopishardi. Bundan qolaversa, mana shu ko'proq ko'chada bir san'atkorni ko'rib qolsa, voy, ana palonchi artist shunday qoladi. O'zimiz ham xuddi o'sha yoshda edik. Endi hozir bitta O'zbekiston kanalni ko'ryapsizmi? Kanallar juda ham seriallar ko'p. Bosh bitta o'tkazuvsiz bironta haligi o'tkazgan nimangiz kanalingiz o'sha ko'rsatuvlarsiz yo'q-da, hammasi kanal. Kanallar ko'payib. Ana shu menimcha Fahriddin Sarvarjon, men o'ylaymanki, shu sabab ana shu ommalashganida, mana shu jamoa, xalq qolaversa o'sha san'atni ko'proq o'sha nimalar orqali ijtimoiy tarmoqlar orqali men bir narsaga qoyil qolyapmanki, mana teatrda har kun spektakl o'ynaymiz. Har kun yig'lab o'ynaydigan spektakllar, komediya spektakllar bor, hamma spektakl. Lekin men hozir mana kelmaysiz, o'sha mana kanalim yurg'izadi. Bu kanallar ko'p o'shalar orqali ko'pligidan odamlar ham mana shular savol javoblar, nima uchun buni o'ynadingiz, hattoki bir xil o'ynagan narsalarimga raddiy javoblar ham. Nega siz bunaqa, sizga yarashmaydi? Negativ keladi. Mana bunaqa rol o'ynashingiz kerak edi, siz ijobiy rol o'ynang, salbiy rol o'ynamang degandek, ana shunaqa ko'p maslahatlar, niyatlar bor. O'shaning uchun o'sha ko'proq o'sha ommaviy axborot vositalari, qolaversa mana shu YouTube kanallar ko'payib ketdi. Hozirgi zamon bilan hamnafas yashash kerak bo'ldi. Ya'ni o'zgarishni qabul qilish kerak. Mana ko'rib turibmiz, aktyorlar, mana shunchalik talantlar bor, kirganimda
u odam yig'laydi. Haligi spektaklni ko'rib, Layli va Majnun masalan bu yaqinda kirganimda shunaqangi odam ko'zga yosh keladi. Действительно живой, zo'r o'ynagan, lekin achindim to'g'risi. Bizning yoshlar hozir nimaga kirmayapti? Keyin hozir ko'pchilik telefonga o'rgangan, yotishdan oldin telefonni ko'radi, haligi reels, prosmotrlar shunga ko'p vaqt ajratadigan bo'ldi. Aytganingizdek 1 minutlik narsaga tez bo'lsa, nimadir yengillik olsa bo'ldi, ketsa. Shunaqa. Endi o'tiradigan narsa. qanaqadir o'zgarish payti keldimikin deb o'ylayman. Masalan, teatr yo kino sohasida biz ham уже chetga chiqaylik, уже yuraylik, bizni xalqimizni masalan ijodini boshqalar ham tanisin, gastrol safarlarini uyushtirish kerak deb o'ylayman. Bunaqa gastrollar endi bo'lib turibdi. Ayniqsa bizning muqimiy teatr uchun juda katta muvaffaqiyatli bo'ldi bu yil. Mana shu oxirgi muhtaram prezidentimiz o'tgan yillar oxirlarida barcha ijodkorlar bilan, san'at ahli, shoirlar, kompozitor, umuman san'at ahli bilan kino yulduzlari uchrashuv qildilar. Shunda bitta gap aytdilar. Ijod ahli inson qalbining muhandislari. Muhandis bu injener, injener bu yurak. Demak, siz bilan biz mana ijodiy ishlar qilyapmiz. Bu insonning qalbini yuragi. Shuning uchun biz o'sha insonning qalbiga yo'l topishimiz kerak. Suhbatimiz bilan, rollarimiz bilan boshqa shuning uchun aytmoqchimanki, o'sha nimaiki qilayotgan bo'lsak xalq uchun, xalqning farovonligi uchun. Xalq shunday bitta obrazimni meni ko'rsinda, mana shu illatlar, shu kamchiliklar menda bor, iloyim bo'lmasin. Bitta voqea bo'lgan. Super kanalda spektakl. Bir o'g'aynim har kun menga keladi, aytadi, "Turg'un o'g'ayni, xotinim bilan onam jiqqanmishik. Har kun g'ijir. Buni tarafini olib, xotinjon desam, onam o'sha qaynona kelin o'rtasida hozirgani o'ziga adashdi. Siz ana shunaqa nima qilib aytib to'xtadi. To'rt kishilik priglasiyatorni beraman. Shuning uchun super qaynona spektakliga ko'rasan, to'g'ri. O'zi kulisda o'tiribmiz. Bitta jiyanini ularning orqasiga o'tkazib qo'yibmiz-da. Ular birinchi marta o'tirib ko'rishyapti. Kelin bilan qaynona birga. Bu ham opasini olgan, bitta nimasini olgan. Ona ham singlisini olgan. O'tiribdi, orqasida jiyan o'tiribdi. U jiyani bizga aytib beryapti keyin. Biz kulisda ko'rib o'tiribmiz. Endi u yerda shunaqa voqea borki, kelin shunaqa ashadiy qaynonaga shunaqa bir zulmlar o'tkazadi. O'shanda keyin dod boradi, keyin qaynona ham bir xil joylarda yer bilan yachon qilib tashlaydi uni, haqoratlar. Shunga nima deyotganimiz, qarang, u jiyan aytib beryapti. Voy. Mana joylar menga o'xshar ekan. O'zini ko'rganda. O'zini ko'rgan. Kelinni sezmayaptimikin? Bu yoqda kelin aytgan, voy, mana joylar qaynona menga o'xshar, ishqilib qaynonam sezmay. Mana ikkalasi suhbatli yondagi sheriklarimiz, ikkalasi ham 10 metr o'tgandi. 10 metr. Chiqqandan keyin onajon, kelib bo'lsa, mana tarbiya, teatr tarbiyasi, kinoni, umuman ijodkorlarning tarbiyasi shundaki, o'sha nimaga hattoki oilalarni ham o'zgartirishga sabab bo'ladi. Shunaqa. Savollar bo'yicha boya hozir aytib o'tdingiz, что ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketdi va o'ylashimcha nimaga teatrda odam yo'q? Chunki buni qanaqadir bir PR deymiz, public relation, ya'ni odamligi bilmayapti. Misol uchun oddiy odam hozir aytib o'tdingiz, что har kuni syomka ani bor. Nima deydi? Sahna ko'rinishi bor. Lekin xalq buni ko'p holatda bilmaydi. Shuning uchun o'ylagan bo'lardimki, bunga qanaqa yechim bor? Ular ham menimcha qanaqadir upgrade qilish kerak. Misol uchun o'zgarish kerak, o'sish kerak. Ko'proq ijtimoiy tarmog'ini rivojlantirish kerakmi muqimiy teatri ham deb. Nima deb o'ylaysiz? Endi yana bitta gap bor. Mana shu reklamani kuchaytirish kerak. Haqiqatan bu gap jon bor. Biz ko'z tegmasin. O'sha muhtaram prezident bilan uchrashganimizda hamma javob bo'yicha
hamma narsani aytyaptilar. Hamza teatriga, akademik teatrga yangi bino beramiz. Katta muzey bo'ladi, san'at ahli muzeyi nimadan Navoiy maydonida. Bu yerda shu adiblar xiyobonida palonchi narsa quriladi deyaptilar-da. Hech muqimiy to'g'risida gapirmaydi. Hamma yosh gvardiya teatrga, yosh gvardiya teatriga yangi bino beramiz deyaptilar. Hech muqimiy deb. Keyin bu vaqtda alohida abzasini menga bitta gapim bor. Shu mana muqimiy nomli O'zbek davlat musiqali teatri bu Otaxon teatri. Shu teatrga akademik teatrni bersak, nima deysizlar? Dedi. Bilasanmi? 1,5 metr keyin o'tirsam mana chechak, keyin orqada davlat rahbarlari turadi. Turg'un aka, yosh bola bo'lmang, deyapti. Qanaqa yosh bola? Bu bizning armonimiz, bu katta bir достижение, bu narsaga oson emas. Mani bizga mayli, bizdan oldingi ustozlarni niyat qilib, qaniydi akademik bo'lsak deb niyat qilishgan. Ana shu niyat bizning davrimizga kelib hal bo'lib turibdi. Shu o'rinda bitta savolda, chunki endi hamma har xil auditoriya ko'radi. Mana shu hozir akademik deb aytib o'tdingiz, shu akademik bilan oddiy teatr nima farqi bor? Endi xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun biz endi O'zbekiston davlat musiqali teatr. Musiqali teatr degani bu respublikada yagona. Ya'ni qo'shiqlarimiz, mana boshqa teatrlar mendan xafa bo'lmasin, ularda dramatik spektakllar, dramatik aktyorlar va rabochilar, mana bu sahna asarlari, sahna ishchilari, boshqa rahbariyat, o'sha aktyorlar mas'ul. Lekin bizda 50 ta xor, 50 ta orkestr, 50 ta massovka, 50 ta balet, 298 ta, 300 ta odam ishlaydi. Lekin bir ishga haligi muqimiy teatrni qanaqadir o'z soyuz paytida qanaqadir shishalardan bir nimadan degan ovoz jaranglab chiqadi deyishganda, shu podvalda orkestr o'tiradigan poli tagida 1,5 metr shisha ko'milgan. Ana. Rasmiy 43-yil qurilgan bizda. Mikrofonni keragi yo'q, prosta aytishadi, o'sha sahnaga chiqqanda janglab O'sha nemislar qurgan deyishadi bizga. Deganda o'sha plinga tushganini boshqasini kelib shu bir yordam qilay o'zbeklarga deganlar. Qisqasi 1,5 metr shisha haligacha ochilgani yo'q. Germaniyani ham o'ziga akustika ketadi, to'g'ri. Shuning uchun shu mana shu turishida saqlaymiz. Hech qanaqa mikrofon ishlatmaymiz. Desangiz ovoz ketadi, bu sahnani 500 kishilik sahnada, zalda odamlar hammasi eshitadi. Bo'lishi mumkin emas. Endi to'g'ri, hozir teatr haqida gapirdik, qanaqa qilib o'stirsa bo'ladi va hozirgi ijodkorlarni haqida. Endi o'zingizni hayotingiz haqida ham ozroq suhbatlashmoqchi edik. Ya'ni teatrga qanaqa qilib keldingiz? Endi bolalik davringizga menimcha bu borib taqalsa kerak, kim sizga ilhomlantirgan? Aslida Yakkabog', Qashqadaryo Yakkabog' rayonidanman. Bizni otamiz duradgor usta bo'lgan, 96 yoshda o'tdilar, Alloh rahmat qilsin. Onamiz 92 yoshda o'tdilar, Saodatxon aya, shu doira chalib folklor qo'shiqlarni aytardilar o'sha davrda. Bizni oilamizda san'atkor chiqmagan. Endi akalarim bor, ukalarim, singillarim, hammasi, opalarim, singillarim o'qituvchi, bular hammasi quruvchi. Quruvchi haligi hammasi nima, usta, duradgor. Otamni hozirgacha bir ikkita shogirdlari bor. O'sha otam duradgor usta bo'lganlarda hozir mana masalan yog'och bo'lsa, dumaloq yog'och. Hozir shunday g'ir qizib pilaramadan o'tkazilsa, vaqt u narsa yo'q edi. Chopqa teshiladi. Chiqaq poy teshadi. Banda paraxa aylanib ketaveradi. Qayerda bundoq chiqadi? Agar sal adashsa, oyoq ketadi. Agar chunki to'g'ri oyoqqa keladi u. Shuni otam hozirgacha yosh katta, 90 ga kirgan chollar shu choxonada o'tiradi. Assalomu alaykum. Ustoz qani? Men qanaqasiga ustoz sizlarga? Nima deganingiz bo'lsa, otangiz bizning ustozimiz. Ustozoda deydi. Yakkabog'da o'sganmiz, hech esimdan chiqmaydi. U vaqtlari bizni haligi bolalar to'g'risida ashula yo'q edi. Muzika o'rganardik-da, chalardik. Shu bir pioner lagerda dam olyapmiz, 3 oy o'sha o'zimiz qarindoshlar bilan. Shu yerda bir muzruk kelib rubob chalib qoldi-yu. Shuni ko'rdim, ishqim tushdi. Yurakka soldi. Mana agar Alloh tomonidan sizni yuragingizga solmasa san'atda yoki bo'lmasa jurnalistlik boshqa solmasa siz ikki dunyodan harakat qilib bo'lmaysiz. O'sha vaqtda o'sha men yuragimga soldim. Ko'ngillar jis qilgan. Shu bilan keyin tamom shunga keyin rubob olib kelishdi uydagilar.
keyin men bitta qo'shiqni o'sha muzikimdan otam ayttiradi, shuncha qatnashyapsan 3 oydan beri. Bironta ashula aytib kelgan urgan. Keyin haligi nima muzruk u vaqt bolalarga ashula yo'q, magnitofonni qo'yib, endi qo'yib aytib o'rgatdi bir ko'prik. Uni kelganmanda men maktabda sport bo'lyapti, 5-sinf bolasi, qo'limda rubob. Direktorimiz bor. Mana hammang ko'cha changitda yurding. Lekin 5-sinf o'quvchisi Beknazarov turg'un, mana bizga qo'shiq o'rganib keldi lagerda dam olib. Qani o'g'lim ayt. Rubobni olib bittasi mikrofon ushlab 500 ta bola. Endi qara, 5-sinf bolasini aytayotgan ashulasi. İş defterimni men sana o'z eterman. Al yorga yeter kun bormu yaral. Desa Qo'y. O'sha paytdagi qo'shiqlar eslarda qolganiga Tepaga kelib bolam, yoringga yetasan. Bir kun joniga kelib tegadi. Sababi bu chunki o'sha nimani o'sha yosh bolalarga bo'lmaganda Amba bo'lmagan shuni aytganmiz. Shunga xafa bo'lib direktor gapirsa yig'lab ketib olgan. 5 kundan keyin bola borib, seni maqtadilar. Desa keyin kelganman maktabga. Bunaqa yoshlikdagi o'sha tuyg'uni san'at institutiga olib keldi. San'at instituti mana Raza Hamrayevdek bir buyuk siymoni ustozi qo'liga tushdik. Raza Hamrayev mana muqimiyat shu mana hozir 77-yil institut bitirgan bo'lsam, pashti 50 yildan oshiq san'at dargohi shu muqimiyat gap so'z bo'lishi mumkin emas. Raza Hamrayev juda buyuk odam edi, juda buyuk. Mana shu 5-sinfda o'qiyotganimizda bizni 5-kursda o'qiyotganimizda 3-kursdan bizni olib kelganlar. Teatrga o'rganaydi, ob-havosini o'rganaydi, tushunaydi. Ustoz bolam, ustoz. Men seni 5 yil o'qityapman. Men seni domlayman. Ustoz shogird bo'lish uchun ustozi yonida shogird yurish kerak. Ustoz ovqatlanishi, yurishi, turishi, gapirishi, muomalasi, bir joylarga borishi, suhbat qilishi, kim bilan qanaqa gaplashishi, kiyinishi hamma tomonlama mukammal egallagandan keyin yelkasiga bitta to'n yopadi shogird, ustoz duo qiladi, Allohim. Ana endi qaldirg'och bo'lib uchaver. Ana o'shandan keyin ustoz shogird bo'ladi. Kecha bir tadbir olib boryapman, uka, Sarvarjon, bir yigit Shahzodbek. Kecha men Shahzodbek bitta nima tadbir olib boryapman. Bir bola kelyapti. Bu yoqda erkin katta san'atkorlar turibdi. Bu yoqda kelyapti-da, menga navbat bering. Sen kimsan? Kimsan sen? Yosh bola. Yosh bola. Men Palonchi Pustunachev shogird. O'sha Palonchi Pustunachev degani 5 yil bo'ldi meni qo'limda san'at instituti. Ana. Hali o'zi shogird, hali bir san'atda bir nazarni qilib ulgurmadi. Ustozlar chetlab o'tib, ashulasini yo'q, o'shaning 2 ashulasini aytsa, demak bu ustoz, o'sha ustoz bo'ladi. Yo'q, ustoz shogird bir yoshda tafovut bo'lish kerak. Bir hayot ko'rgan odam bo'lish kerak. Mana shu tomonlari ustoz shogird an'analari ozgina san'atda yiroqlashib ketyapti. Ana shu narsaga juda mana bu e'tibor bo'lishimiz kerak. Hozir muqimiy teatrning sahnasida birato'la 3 ta komediya ishga tushdi. 3 ta Maysarani ishi, spektaklimizni Ilhomjon Atamirzayev qo'yapti. Ikkinchisi bu yoqda Doston Haqberdiyev teatrimiz bosh rejissyori Kuyovimning omonati, komediya, bo'pchiga men bosh rol o'ynayapman. Ikkinchisi Xitoylik Kudara. Xitoylik Kudara. Mana innovatsiyalar Qashqadaryoda bo'lgan voqea bo'ladi. Bo'lgan voqea Qashqadaryodan qiz o'qiydi, yigit ham Qashqadaryoda o'qiydi. U nima bo'ladi? Qarshida. Keyin bir kanikulga keladi qiz, qachongacha sen turmushga chiqasan? Endi mana o'zimiz topgan odamga berib yuboramiz seni. Yigitim bor deysan, aytmaysan, bo'lsa Xitoydan kelishadi, yaqinda Xitoydan keladi deydi. Xitoydan kelsa, sovchilar desa Xitoydan keladi. Nimaga ketadi? Komandirovka. Haligi nimaga ular praktikasiga chiqib ketadi. Ana endi 1,5 oy ichida bular Xitoydan kelar ekan. Nima qilamiz? Davay tez harakat qilaylik. Kimdir chuvalchang topgan, Xitoyliklar milliy taom.
Qanaqa so'rashamiz, so'rashimcha kan, so'rashamiz, mana qiladilar. Hamma urf-odatini o'rganish. Shu emasmidi? O'yinga bo'ldi. O'rganishadi, boshqa qiladi. Ularning gapirishlari, manieralari, boshqalari, ovqatlar. Opa deydi bitta. Tog'asi keladi. Tog'asi keladi aytadi, "Ey" deydi, "Men 4 ta qurbaqani aray topdim." Qiynalib topdim deydi. Uni boqish vaqti olib kelishadi o'sha kun. Ular kelishiga olib kelib qo'yadi. Men kelgandan keyin "Assalomu alaykum" salom. Ular ham deydi. Bizni uyalib qolmasin deb o'zbekchani o'rganishni ular deydi. Kelib, o'sha Qashqadaryoning Xitoy qushlar. Mana shuni atrofida shunaqa komediya gaplar. Ani kinoni esladingizmi? Forishtamiz deydi-ku, haligi tantandoq qilishi. Xuddi shu holatga o'xshagan Shunaqa bir komediya qilib olingan, shunaqa kulgili sahnalari bor. Xudo xolasa premyerasiga borasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Endi shu o'rinda bitta savol esimga tushib qoldi. Mana ustozni ko'rgansiz. Shu ustozlar sizga endi qanaqadir rol berishganda yoki qanaqadir bir nima topshiriq berishganda qiynalgan moment yoki qiziq voqealar bo'lsa, bir eshitib maza qilardik. Juda. Mana shu Hamza Umarov bilasizlar, qo'shboshlar, qo'l boshlarni o'ynaydi, boshqa qiladi. O'shalar bilan bo'lgan bitta voqea. Shu ustoz ular sahnaga shunaqa yo'l ko'chadan shuni hamma kitlarni o'rtasiga tushib qolganman-da men. O'sha 77-yil ishga kelganimda bunda qarasam O'zbekiston Xalq artisti Mahmud Jaqopov, Yodaraza Hamrayev, Hamza Umarov, Soyib Xo'jayev, haligi Baxtiyor Husan Sharipov, hamma bitta mana qilishi o'tazam bolam. Bolam qaddini tut u bo'ldi. Shunda Hamza Umarov shu bitta sahnamiz bor, Gulsara spektaklida. Shuni chiqamanda, "Gulsara, yur, ochilasan. Bugun paranjini tashiysan. Hali yur jonim" deb xotinim ochib kelayotganda otasi kelib qoladi. Otasi Hamza Umarov. Qayoqqa deydi. Men aytamanki, "Otajon, sizdan davr o'tdi. Endi bu eski risaqsiz. Men Gulsara ochiladi, yuzini ochadi, paranjini tashlaydi" deb ochib, "Qayoqqa to'xta" deb qoladi, o'tib ketadi. Shu sahna. Ustoz gapingizni bo'ldim. Choy ichasizmi? Choymi, kofemi? Aytgancha choymi, qanaqa kofemi? Gapki ana bo'lib Bo'lsam davom etamiz. Kofe bo'lsa mayli. Coffee time. Shu bilan haligi qarasa nima qilyaptilar. Shu sahnada hamma qarab turibdi, nima bo'ladi deb. Men shu sahnada sovg'a olib chiqishim kerak, atlas birovga. Atlasni sahnani orqasida eshikka qistirib qo'yish kerak edi. Haligi yangi rekvizitga bola kelganda o'sha kuni boshqa tomonga qistirib qo'ygan, qorong'i orqa. Ammo yulduzlik kasaliga uchraganmizda, har kun bugun muqimiy boshqa har kun rolni o'ynaymiz. Shu ozgina kutib, gaplashib o'tirganmanda, vaqtim kelganda, deb chiqib kelganman. Kelsam sovg'a yo'q joyda. Voy, sovg'a qani deyman, oxiri bunday qilib aylantirib olib kelib, sovg'ani olib kelishdi. Sovg'ani olib keldi, shuni olib keldi. Olib kelib shuni chiqsam, men chiqqangacha vaqt bo'lgandan keyin, vaqt уже 1 daqiqa sahnada 1 soatday tuyuladi. Qolgan hozir yo'q, bir o'zim qolgandan keyin tasha Hamza aka chiqaveradi. Chunki vaqt keldi. Men chiqmaganman. Hech chiqqandan shunday kirsam, Hamza aka turibdi. "Ota" dedim. Qarasam, bitta qosh ko'tarilgan. Zil ketdi mana shu. Ichida bir muz. Teatrdan kepilayotganim ko'rinmayapti. Ularni ayol kiyimlari bor. Sekin qarab turdim. Shu ustozni o'tibda, "Gulsara, ochilasan, qani yur" dedi. "Qani yura qol, bo'l, ketsa qol. Ota, siz aralashmang. Siz ishga deb gapirib, "To'xta" deb qol chiqib ketdim. O'ldim, endi sharmanda dedim. Ustozdan keyin chiqdim. Endi men teatrdan haydaydi, bu antrak bo'ldi. Antrak shunday bo'lishi bilan yoqqa ham suyut beriladi, sahnani ichiga ham suyut beriladi. Shu suyut berilishdi. Yugurib bordim, ustoz kakras Hamza Umarov chiqib kelyapti. Chiqib kelyapti. "Ustoz, bilasizmi? Shunday borib, shunday qilib, ana bolalar bilan ozgina gaplashib qolib, shuni Beshtayiz qolgan. Ustoz ketdi.
Ana endi 20 kun mana gaplashmaydilar. Oo. Hech ataylab, "Vaqtga kelaman" deb eshikni orqasiga qo'ylab turib, shunday chiqdim. "Assalomu alaykum" desam, shunday qarab, ensa qotib o'tib ketadi. Yana keyin bundoq qarayman, bundoq qarasam, qarayman o'tib ketadi. Shu. Keyin eng qizig'i shu hamma o'tiribdi. 20 kun ham bilan gaplashmayaptilar. Oxiri bir kun bitta qizimizni tug'ilgan kuni bo'ldi. Kattakon kafemiz, nimamiz bor, bufetimiz, o'shda tug'ilgan kuni qilyapmiz. Hammamiz o'tiribmiz. Man jingalak sochman. O'sha vaqtda moda. Mana Farro'zoq kelib turibdi. Soch moda edi. Bu где-то 80-yil bo'lsa kerak. 85-yilda jingalak sochman turibdi. Burchakda turibmiz. Men, Rustam Madiyev, yana uchta hammamiz jingalak turibmiz. Bu yoqda katta artistlar. Shunday Hamza aka kirib keldi. Assalomu alaykum. Men qizim seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Dedimda. Endi dedim, dedilar. Ben bir jingalak. Yaxshi dedilar. Jingalak. Yeni 3 kishi jingalaymiz. Qaysi birimiz jingalak? Pasay yapanda yurgan. Mana sana aytyaptilar, meni yomon ko'radilar. Sana aytyaptilar, sani desam, keyin bunday qaradilar. O yakka bog' ben. Yakka bog'. Keyin oldilariga keldim, o'tiribdilar. Qo'lim tushunib ushladilar. Men qaradim. Endi men xudo deb turman, shuncha qizlarni oldida, kollektiv oldida yana o'sha kechikdi deb gapirsak, yo'q, shunday qo'lim ushladilar. Men bir 20 kun oldin bir shabat urdim sani dedilar. Ha, xafaman? Yo'q, xafa emasman. Ming bat bunaqa ish qilmagan. San'atni xor qilsang, san'at shunaqa uradiki, ikki dunyo ko'karmaysan. Ana shuning uchun san'atni hurmat qilsan, san'at berdimi, uni rivojlantirish kerak. Xo'p bo'ladi ustoz, xo'p bo'ladi. Men o'sha haqoratim uchun senga bir tanbeh bo'lsin dedim. Lekin bir shapat urganim uchun sendan kechirim so'rayman. Ustoz kechirim so'rasalar, endi Hamzumar. Tushimda oyoqlarga nima qilib turib, uzun ustoz bo'lsam turg'izib olgan. Shu kundan boshlab shu umrlarimning oxirigacha hamma spektaklda qattiq o'ynagan bo'lsak, so'zlarimni to'g'rilab, turg'un mana bunaqa o'qisang, mana bunaqa ohang bo'ladi. Bundoq o'qisang ta'sirli bo'ladi. Har bitta so'zni o'rgatganlar. Xo'p, o'ziga xos bir sizga tarbiya bo'lgan ekanda. endi ozroq san'at sohasi haqida gapirdik, maza qildik, lekin kulishdik, zo'r. Endi ustozdan bitta noodatiy savol beraman. Biznes qilib ko'rganmisiz? Hech tijoriymi, boshqachami, qanaqadir san'atdan tashqari bir nima qilgingiz kelgan? Hamma qilib ko'radi buni. Ayniqsa, Bilasizmi? Mana bitta o'g'aynim borda, san'atkor taniysizlar, yaxshi taniqlilar. Shunaqa biznesni yaxshi san'at ijodi zurlab gullab turgan paytda bir biznesga urdida, hol hamma tomonlama qovun bo'lib, hamma yog'idan nima qilib, keyin oxiri yana hozir san'atga qaytdi. Bu har kim o'zini kasbini qilish kerak. Har kim o'zini Albatta. Mana men yaqinda shamollab ozgina shifoxonada yotdim. Tasif Fazalin degan uka. Bir kun bitta meditsina qiladi, ertasi kuni ikkinchi meditsina qiladi. Birinchi kuni qilgan meditsina og'ritib qiladi. Ikkinchisi og'ritmay qiladi. Keyin so'radim men. Men qarang, sen shu achishib og'riydi deganingizda bo'lsa, padargalar, men o'z jurnalist bo'lmoqman. Uydagilar tiqib qo'ygan bor edi. Adalish kelganlar. Uch martalab shu gutlarni siqib, ularga spirtlarni surib qilgan, 2 yil yiqilib, 3-yil kelgan ekan. San'atni ham o'ziga biznes deganda mana shu men o'sha vaqtlarda bir tomoshabinlar bizdan qochgan. Shu mana mustaqillik bo'lganimizdan keyin hamma tirikchilik payida qolaversa, hamma o'zini shu hayotini bir kunini ko'rish maqsadida, chunki o'sha yosh davr, masalan yosh bola qanaqa bo'ladi, yurishni bilmaydi, boshqa shunga o'xshagan yosh respublika bo'lganda, keyin seriyalar bo'lib boshqa qilganda, keyin biz ham tijorat qilamiz. Qanaqaki bir ikkita og'aynilarim bilan to'planib, boshqa qilib Hindistonga borganmiz, Eronga borganmiz. Hindistonda bir zo'r voqea bo'lgan. Keyin rubobim bor edi. Ruboblarni 3-4 yil bittasini olib ketdim.
yo'lda dedim chalib ketamiz boshqa. Yerga borib keyin o'sha bir Hindistonni bir katta bir nimasi boyi bizani mehmonga chaqirdi. Shu chaqirdi. Keyin o'sha yerda chaqirib, keyin ashurasini bilmasam ham hindcha musiqalarni chalib berdim. "O" dedi, "O, shuni podarka qil, yo, qimmat deb shuni bilmayman o'sha vaqtda pulida bir yaxshi qo'shinni kurtka sovg'a qilgan. O'sha kamida bir $200 turadiganda. Bu 17 so'mlik nima edi haligi. Endi shunda qaradikda bu yerda nima qimmat? Mahiroviy jempir moda bo'lgan. Mahiroviy jempir moda bo'lgan paytda shundan keyin oldim 5 ta dona paloshni. Hatto odamga. Men 100 ta oldim. Voy voy. 100 ta. Katta kanal qop. Turg'izganman. Bolalar aytyapti, "U jinnimisan? Qanday olib o'tasan? Ishlaring bo'lmasin" deb. Bilmayman, Xudo bir yo'l beradi. Endi u zakazlar ham ko'p beta aytishgan, iltimos ham, keyin tijorat yo'l kirish kerak. Maqsad bor. 100 ta oldim. Keyin yana bittasini kiydim. Qancha grammi ko'p bo'lsa, kilogrammi pul ko'p to'laysan. Shuning uchun yoz payti aeroportga keldik. Aeroportga keldik. Ko'ylak bor, o'sha yerdan olganman. Liloni yaxshi, uni ustidan jemperni kiyganman. Jemper ustidan boya kurtkani kiyganman. Chunki kilosi chiqadi qilib qo'ysam. Kiyganman. Qora keldim. Men bilan birga mana Panorama teatrining direktori bor, Surxon aka. U borgan, hozir ham ko'p eslashamiz. Borganda ikkalamiz menga aytganki, kelinlarga aytganki, bu Turman akadan xabar borib yuring, yuraklari chatoq, sal masalari yo'q, qarab bir-birlardan e'tibor deganda, shu bilan shunday keldim. "Ha, Turman aka" dedi. O yuzlari oqarib ketgan. "Ha" dedim. Endi issiq narsalar ta'sir qiladi-yu. Shunaqa qora ter. Shunga keldim. Makkada terlaganlar. Ayni shu qog'oz dokumentimni haligi nimadan o'tasan-ku, narsalarimni qo'ydi tarozga, pasportimni berayotganda qo'lim shuni qaltiratdim-da, qo'limni shuni berdimda, gupta qaradi. Qahvadan ichib oling. Gupta qaradi. Yo dedim. Haligi yugurib ketdi, ana o'sha yoqqa ketyapti, bu yoqqa ketyapti. Yotib bor, ana nima aka, men nima o'g'ayrim aytayapti, tur, Turman aka nima bo'ldi? Mana yuzlarimga shapatlab uryapti. Men qaramayman, ha deb qo'yaman. Yotib qolgan boshlar. Voy, Turman aka silkiydi boshqa qilib. Og'rim katta mana palonga keldi bir ikkitasi. Voy, aka gaplashyapti, bir-biridan gaplashyapti. Endi men ma'nosini tushunyapman. Nima qilamiz? O'lib qolsa nima qilamiz? O'lib qolsa u katta yuk bo'ladi deyapti. Men tushunyapman-da. Yuk bo'ladi. Jo'natdilar. Yo'g'on narsani qara. Ayret o'zlari hal qilib oladi. Jo'natib yuborur. Hech narsa yo'q ekanmi ichida? Yo'q, unaqa narsa yo'qmi, ortiqcha yo'q. Jo'natib yuboradi deyapti ichimda. Keyin yana ular sal kuchayib, degan joyida Yana qo'ysam hovuzga kirib ketgan. Bo'ldi. Keyin oxir ko'zimni qirmini yana qarab qo'yaman. Yugurib ketdi. Keyin o'zimni ham kolyazkaga olib chiqib, nimagacha poyezdgacha, samolyotga, salongacha olib kirib qo'yishdi. Olib kirib, turg'izib, mana salonga o'tkazib tushib ketdi. Hamma meni urib olgan atrofimda. Haligi nima aytadiki, Salohiddin aka, "Voy, qochinglar. Qaraqib bermanglar, havo teksin, yelpigan, kim qo'llarini masaj qilgan yuraylar." Aeroport nima komanda jo'naydi, Toshkent aeroportiga nima qiladi deb turib, haligi samolyot shunday, zavod bo'lib deb turib, hali ham jim yotib qilib. Oxiri samolyot shunday ko'tarilib, "Mana xush kelibsiz, bizni nima aeroportimiz yo'q" deb ko'tarilgandan keyin shunday buni turdi. Desam,
Qaz narsalar bilan urib ketdi. Oyoq kiyimlari bilan urib ketdi. Men nimani oldida, xotinini oldida nima deyman men? Nima degan odam bo'laman deb sharmandan chiqishiga oz qoldi. Keldik, bu yerda o'sha tanishlar, o'sha 100 ta ya. 5 ta falojini. Lekin 100 ta yana bitta kichkina bor edi o'shanda. Yo'qda dedi, nima pul? Desam, shampanskiy pul deyishdi. Shampanskiyga dedi, 2 ta shampanskiy, bitta kurtka olasan. To'g'ri dedim. Ha dedim. Endi 10 tami 8 ta shampanskiy. Qanday qilib olib o'tasan? 2 ta palojina, 2 ta mumkin. Keyin qizlar ham boryotdi. Men uni oldim. Yangi yil yaqinda oldim. 2 ta palojini olib o'tib berishdi. Hali endi borgan paytimiz ular biladi. Nimada? Gasinsakozda ham mayl bozor deydi, bozori bor. Bozorchi hamma nima olib kelsa olib chiqadi, hali olib kelib olib ketadi. Olib ketaveradi. Gasinsakoz. Men qaradim, hammasi nima qilib o'tiribdi. Menga endi o'rgatilgan. Borasan, mayl bozor bor yer tagida. Shu bozorga borasan, kechasi kunduz ishlaydi. 10 rupiya bilan borasan. Taksi. O'zi 15 deydi, 10 bersang olib boradi. Rikshasi bor. Motorolka. Motorolka. Keyin, borganingdan keyin yana aql qaytishingizda shunday bo'ldi. Men 4 ta shampanskiyni sotib oldim. Olib borib o'sha yerga sotmoqchiman. O'zi ikkita mumkin. Riksha ushladim riksha. Olmasdi. 20 rupiya. No, ko'rsatyapti 20. Men dedim, mana boshqa yo'q dedim. 10 rupiya turibdi. Haydalib olganman. Keyin, dedi 15 ber dedi, 15 ber dedi. Qarasam, yo'q deyapti, men dedim kech. Mana dedim 5 berdim yana. 15 ga olib ketyapti. Ikkalasi shunaqa gaplashyapti-ku, u motor baranka. Lo'lilar qanday gaplashadi? Shunday gaplashyapti. Biroq shuni ko'z tushib qoldi-yu. Men qo'limga ushlab turib, "O, shampan" dedi. Shampan dedim. How much? Qancha sotasan? Aytdim, o'zi aytishganki, 200 rupiya deysan, o'shani 150 ga olsa ham katta narsa. Degan bo'ldi degan. Men aytdim, 200 alayla 250 deyapti. No dedi. Bo'lmaydi. Keyin qancha berasan? Dedi, 150 beraman dedi. Yo'q dedim, bo'lmaydi. Dedi, 200 beraman. Aytishgan 100 Qilaringizlar mana 200. bo'ldi. Shaq. 10 ta 8 ta 100 taligini sanadi. 100 rupiya yozilgan. Shatta qo'limga berdi. Qaytar dedi. Endi pul bermayman, qaytar dedi. Bo'ldi, shuni sotgan bo'l. Qaytardi yarim yildan. Falan bajaradi. Bajaradi. Gazetasiga olib tashladi. Tushganda, haligi bola tushdida O'zbekiston, Hindiston, Bixay. Dedi-da, shuni quchoqlashdi. Quchoqlashdi. Ketdi, quchoqlashib ketdi. Mayli dedi. Qanaqadir kiydirgan degan to'g'ri. Shunda oldim, yana bir pulimni ko'rdim. Hamda cho'ntakka solib shaqillagan. Keyin shunday bor, kirsam bir latta pullarda hammasi narsalar sotyapti. Ularning pullari shunday ibrab ketganman, katta shapaloqdek. Aytdim, menda shaqillagan. Men aytdim, shunaqa pulga sotasanlarmi? Men bunaqa sotmaysizlarmi? 4 tani meni 800 ga pulladim men, 800 rupiyaga. Bo'lsa, naryoqda nima fayzladigan perevotchimiz turibdi. Qani turgan ekan, bitta ko'radi. No. Это же лотерея. Это же лотерея. Еще сыгранный. Vay. Qaray, yozilgan 100 rupiya deb yozilgan, men 100 rupiya qo'ydimmi? Bo'ldi. Ha, o'sha bixay deganda, sizga salom deganda. Keyin shu bilan voy, ichkariga, "Voy, turgan aka" deydi. Salom, voy deydi, shuni o'zimiz ichmaymiz. Rosa qilib. Ichmaysiz. Bir tiga qimmatda, bir tiga. Tijoratni ukalar mana shu tomoni ham bor. Bosh tomoni ham bor, riski bor. O'xshasa, gulday bo'ladi. O'xshab ketadi. Agar o'xshamasa, unisiga ham chidash kerak. Masalan, bir papetka qildingizmi, bo'lmadi, o'xshamadi. Keyingisini qilish kerak. Lekin baribir hamma o'zini kasbi, O'zini yo'lida yurish kerak, albatta. o'zini mana yaxshi ko'rgan kasbini qilish kerak. Masalan, menga hozir mana zo'r katta pul beramiz sizga, mana shuni biznes qilib bo'lish. Yo'q, qilmayman. Chunki qo'limdan ham kelmaydi. Men aktyorman. Men aktyorman, shu soha bo'yicha ketaman. To'ppa-to'g'ri.
Ustoz, men bitta savol bor edi. Mana shu hozirgi kunda ko'ramizki, men oldin hech bo'lmasa o'zim kuzatishim bo'yicha yaqin qo'shni davlatlarimiz bizning kinolarimizni ko'rardi. Ya'ni misol uchun o'zim qozoq do'stlarim bor. Aytishardiki, bizdan yaxshi biladi ular. Bizning kinolarimizni boshqa. Lekin hozirgi kunda afsuski ko'ramanki, qaytangi ularning kinosi hozir mashhur bo'lib, bizda faqat chiqsa ham ko'pincha maishiy muammolarda, ya'ni shu juda bir saviyasizroq bo'lib qoldi. Juda kerakli va dolzarb savol bo'ldi bu. Bu masalan bu bizning ham dardimiz. Hatto vazirlik yaqinda bir yig'in bo'lganda ham shu seriallar to'g'risida bo'layotgan novellalar, boshqa ko'rsatuvlardagi maishiy temalar to'g'risida juda qattiq gaplar bo'ldi. Bu yerda ko'p narsani o'sha tijorat, pul hal qilyapti. Qarang, menga misol uchun falonchini beraman, mana shu rolni o'ynaysiz desam, men san'atkorman, lekin o'ynab ketavermasligim kerak-da. Bo'lishingiz kerak. Ssenariylar. Mana reytingimga qanaqa ta'sir qiladi? Yaxshimi, yomonmi? Bilasizmi, bir maydon qaynona kelin mojarosi chiqdi. Hozirgi kunda qaynota kelin paydo bo'ldi. Menga ana kuni bittasi qo'ng'iroq qilib, ustozda qaynota bor, shu rolni o'ynab berasiz endi. Ha, oyliging qancha? Bunaqa general gaplashdik. Normalmi? Qani ssenariy tashabbusda bu qilsa qaynota o'zini keliniga ishqibozlik qilyapti. Bu o'zbek, bu o'zbekchilikda bu nima demoqchi bu bilan? Bizning xalqimiz hali to'g'ridan to'g'ri tushunishga, demak televizorda ko'rsatishyaptimi? Bu narsa mumkin ekan degan gap chiqadi. Agitatsiya ham darhol qo'ng'iroq qilib arkasiga yo'q bo'lmayman desam, jon aka, nima kanal ekanmi, beraylikmi deyapti-da. Yo'q, men misqollab yiqqanman shu reytingimni, obro'yimni. Xalqqa qo'shim bor. Bitta narsa bilan cho'chib tashlamayman. Bir xillar shu pul bersa, normal pul bersa o'ynayapti. U o'ynagani juda bir katta qarg'ishlarga, katta mana kommentariyalarda shunaqa yomon gaplar yozishyapti. Chunki ular haqda. To'g'ri. Chunki bizni nafaqat O'zbekiston, qardosh Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham tomosha qilishadi albatta. Ular aytmaydi, o'zbeklarda shu masaladan boshqa masala yo'qmi? Va ular o'ylaydiki, bu o'zini jamiyatdagi yaqin muammoni olib chiqadi deb o'ylaydi. Ya'ni unaqalar ko'payib ketibdi deb degan yomon noto'g'ri taassurotda ham bo'lib qolishi mumkin O'zbekiston. Endi menimcha men o'ylayman, bizda byudjet kam ketadigan, haligi tez bo'ladigan haligi seriallarni, kinolarni ishlab tashlashadi, lekin bizlar O'zbekistondan tashqariga chiqmaydi hamda, masalan, odamlarga qiziq emas. Shu masala bo'yicha ko'rinsa, onda sonda ko'pchilik aytishadi, mana shu ko'pchilik aytishadi, bizda mana shu finansiyaga taqaladi deb, lekin bitta misol keltiraman. Yaqinda men Qirg'izistonni Jannat onalar oyog'i ostida adashmasam kino chiqdi. Odamlar qanchalab kino ko'rildi. Demak, odamlar talab real ko'p, odam tushadi, tayyor. Kinoteatrga tushishga tayyor agar arziydigan kino bo'lsa. Demak, значит, o'ylaymanki, balkim investor yetishmayaptimi bu sohada yoki deb bilmadim. To'g'ri. Ssenariylar sayyoz. Ssenariylar sayyoz. Keyin ruschasiga talkoviy, o'zbekchasiga bir fikri teran rejissyorlar. Tushunasizmi? Mana shu bitta narsa bilan, o'q bilan ikkita uchta narsani uradigan rejissyorlar kerak-da. Masalan, o'sha haqiqiy erkaklar oladigan kinomiz bor. O'shanda haqiqiy professional rejissyor olganda, o'sha yerda qarayman, mayor militsiya, mani territoriyamda hamma narsasi bor. Hech narsa kamchilik yo'q. Bular deganman. Lekin dachamiz bilan 7 kilo geroin olishgan. Mana tonki joylarda militsiyaning o'sha yaxshi tomoni bor. Mana xalqni qo'rqlaydi, lekin mamlakat oralarida mamlakatlari ham bor. Degan ma'noda xalqqa ta'sir qiladigan joylar bor. Maksim Galkin keldi bundan bir 10 yil oldin. Qanaqadir oldim. Gastrol men biletcha qimmat orqadan bordim. Direktor Xalqlar do'stligini direktor og'aynim edi. Yaxshi bilsizlar ham. Kirdim, endi tomosha qilyapti. Bitta nomer ko'rsatdi. От российского народа
Отлично Максим Галкина o'zbekскому народу padarak dedi. Sveta muzika ketdi, shara deb osmondan dollar yog'ildi. Oo. Shunaqasi bo'lgan eshitganmisiz? Dollar yog'ildi. Qiy-chuv, mana biror bolasi qolib ketgan, ustiga chiqqan. Qo'yvar deganimga boshqa qilgan. Bolasi qo'yvar. O'sha keyin shaxsiy etib beradi. Вот o'zbekский народ. Sharmanda. Bilasizmi? Keyin press-konferensiya bo'ldi. Mana ichkarida. Men savol berdim. Tavrish Maskin. Товарищ Галкин. Как-нибудь такие случаи были, что вы опозорились с этим номером? Что вы? Нет, везде хорошо. Но Кавказе я опозорился. Qirg'iziston, Qozog'iston hamma joyda xuddi shunday qabul qildi. Kavkazga borib deydi, mashina o'tirib deydi, hali pul tushdi. Oğulları yerdi, yerden oyuna yurttu deydi. Bittasi, degan takiya opozorился, tak opozorился. Gapiryapti, o'zi. To'g'ri. Shuning uchun mana kinolarni, filmlarni ma'naviyatga ta'siri juda ham kuchli edi. Shunga mana talab endi ko'rib turibsiz, bitta narsaga endi to'xtamay keladigan bo'lsak, yaxshi bir ssenariyli narsaga juda talab kuchli ekan. Kuchli. O'sha narsa bo'lsa, chetga o'sha bizning kinolarimiz eksport deymizmi, haligi o'sha prokatda Yani bir yumshoq kuchli davlatda, to'g'rimi? Shu. Yo'q, mana o'zbek kinosiga ham muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor ajratib, hozir katta behbudiylar, chulponlar, katta buyuk siymolar haqida ataylab alohida mana filmlar yaratish masalasi qo'yildi. Hozir qizg'in ish ketyapti. Endi sholi ko'rmaksiz bo'lmaydi. Bir xil sayoz, bitavoy. Mana hozirgi maishiy temalar ham kinolar ko'p. Jadidlarimiz to'g'risida ham o'sha mana shu bormi? O'sha olish boshlangan. Mana muhimiy teatrda jadidlar spektaklni qo'ydik. 7 ta jadidni hayoti, ijodi, o'shalarni kurashgani, xalq o'sha haqiqat uchun bugungi kunimiz uchun kurashganligi hammasi ko'rsatilgan. Endi so'raydi, siz kimni o'ynayapsiz deng? Kim o'ynayapsiz? Va sud raisi hammasiga qaror chiqarib o'tiradigan. Endi shu bilmayman jussamizga qarab, bilmayman nimamda shu narsa bormi xarakter. Shu salbiy rollarni beraveradi. Men shu ijobiy rol o'ynashga harakat qilaman. Lekin sizga yarashadiganmi? Masalan, salbiy rol o'ynasangiz qanaqadir xorlanib turardim deb o'sha anaqaga Odamlar o'rganganda. Endi sizga bitta savol, mana rollarga kirishib ketasiz ba'zi bir hollarda, haligi odamning ruhiyatiga qanchalik ta'sir qiladi? Uyga borganingizda haligi roldan chiqa olmay qolgan momentlaringiz bo'lganmi? Bo'lgan, juda ko'p. Mana Dildagi dog' degan spektakl, Muqimiy, qarang, Mavlono Muqimiy spektaklida Muqimiyni o'ynagan. Bitta qo'shiq 17 minut aytiladi. 17 minut, hozir 3 minutdan ortiq ko'ra olmaysan. Yo'q. Bu qanaqa? Muqimiy janoblari notqoq keladi. Muqimiy janoblari 24 soat ichida Qo'qondan badarg'a qilinsin deydi. Keyin o'tiramadi, nimaga bunaqa bo'ldi? Nega bunday? Keyin shu yerda muzika ketadi, milliy nay doirada o'sha vaqtda aytilayotgan qo'shiq. Aytiladi. Qora ko'zing ni asirmudam surmaye naz zanine zamana kurmadi sen kebi qadi tanaz zanine. Qarang. Qo'y. Nolalarni qarang, yurakka teganda. Endi so'zni qarang. Mana qora ko'zingni men asliman. Qora ko'zingga ayolga, qizga qarab aytadi. Qora ko'zingga men muftalo bo'ldim. Lekin surma, haligi nima noz qilib ko'rsatma o'zingni, chiroyli ko'rsatma. Zamona bo'libdiki, shunday go'zallik bu hayot ko'rmabdi deb. So'zni qarang, kuchli boylik. Haligi kuchli bo'lganda Muqimiyni g'azali. Aytmoqchimanki, ana shunaqa o'sha asarlar o'sha Muqimiy teatrni
boyitgan o'sha. Savoling nima edi hozir, nima bersan? Yo'q, anaqa hozir rolga kirishib ketganingiz. Ana endi qarang, xuddi shunday rolga mana o'sha muqimiyda yoki bo'lmasam mana shu kelnayzam salbiy rol o'ynab kelsam, darrov sezadi. Hoy, bolalar shovqin qilmanglar. Mana shu mungli kelaman, darrov qatiq choy beradi, yo shogirdlar choy damlab beradi. Teatr o'zida ham bir 20 minut daqiqa o'tirib o'sha o'zimga kelib, chunki chiqib ketish qiyin, holatdan chiqish qiyin. Chunki mana Dildagi dog' spektaklida 2 soat ketadi, 2 soat boshdan oxirigacha yig'layman. Nimaga? U 10 yil farzand ko'rmay bitta farzand ko'rgan, bu ham institut bitirib endi zavodda ishga kirsa, uni o'rtoqlari bilan ketdik biz zavod uchun yaxshi hamkorlar topib kelamiz deb Moskvaga ketgani bo'yicha ekstremistlarga qo'shilib ketadi. Ana o'shdan turib uni videolari keladi. Men birinchi bor otamni o'ldiraman, onamni o'ldiraman. Mana bu yil qara, ota xotin 2 kishi ana yig'lab o'ynaganmiz. Rovdadan keladi, aytadi, mana dedi, siz o'g'lingiz mana shu ana shuni ana eziladi bu kishi. Savollaringiz bormi? Oxirgi savol bu sizga bermoqchi edim. Ya'ni bizni bermagan, lekin siz eshitmoqchi bo'lgan savolingiz bormi? Bor. San'atdan umuman ijro etmagan bir boris yoki Savolingiz ilhomiy haligi bo'ladi-yu, mana shuni qaniydi ijro etsam deydigan ko'ngildan mana o'tadi. misol uchun men 30 yoshimda muqimiyni o'ynaganman. Aytib berdim. Qarang, 30 yoshimda unda g'azallar ketma-ket. Agar hozirgi yoshimda o'ynasam, boshqacha o'ynayman. Nega? Tajriba bor. Bu vaqtda yoshlarcha g'azallarni tushunmay ijro etganman. Mana charxpalaydigan video filmda mafiyani o'ynaganman. Sanoatingga qoyilman deb. Agar hozir o'ynasam uni boshqacha o'ynayman. Chunki bu vaqtda tajribasizroq bo'lganmiz, boshqa bo'lganmiz. Shuning uchun hozir qaniydi shu Atilloni muzikalni variantini qo'yamiz. Atilla ashula aytsa, shu buxsam ashula aytib buxsamda o'shqadi. Haligi ro'mol chaqadi deydigan o'sha Atilla shuni o'ynasam, yoki bo'lmasam shu dramaturglar shu bugungi hayotimizni bo'layotgan ozgina kamchiliklar, qiyinchiliklar, mana bu narkomaniya bo'yicha yoki bo'lmasam mana bu pora olishlar nima deydi? Korrupsiya bo'yicha shu bir asar yozishsa-da shularga qarshi kurashadigan bir bugungi kunni qahramonini yaratsam. Ana dildagi niyatim, mana shu yerdan niyat mana shu narsa. Mana shu yerdan kelib chiqsa bo'ladi, talab bor ekan. Kino sohasida mana boya keltirib o'tirdik. Kinolarimiz nimaga chiqmayapti? Nimaga asarimiz yo'q, yaxshi asar yo'q, yaxshi rejissyor yo'q, keyin investitsiya yo'q deymiz. Mana hozir ko'pchiligimiz muxlislarimizga bizni o'zi podkastni mana shu jamoamizni tashkil qilishimizdan maqsad har bir sohani yoritib berish. San'at sohasi bo'ladi, boshqa masalan farmatsevtika deymizmi, kimdir ishlab chiqaradi, bir nima qiladi. Har bir sohani vakillaridan o'sha yo'nalish ochib bersa, ertangi odamlar qidirib yuribdi, g'oya, ideya, qanaqadir bir narsa. Shuni ushlasa, masalan, investitsiya qiladiganda bor, qidirib yurganda bor. Mana gatov bitta soha turibdi. Biz masalan chetlarda ko'rsatiladigan bizning filmlarni kim ko'rmaydi, ko'radi. Faqat yaxshi syujet, chiroyli qilib olinsa bo'ldi deb o'ylayman. Faqat bunaqasiga e'tibor beradi, effektlarga, chunki hozirgi kunda talab baribir bor. Xullas, shunday. Endi ustozimiz mana keldi. Birinchi o'rinda kattakon tashakkur, shundoq vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun albatta. Mana birinchi bu videoyimizda biz jamoamizdan sizga tashakkur deymiz. Undan tashqari Xudo xohlasa yanagi yaxshi bir ko'rsatuvda kutib qolamiz. Sizga kattakon rahmat ustoz. Sizlarni mashaqqatli, qiyin, og'ir lekin xayrli ishlaringda omad tilayman. Chunki mana shu yigitlar ochgan ko'rsatuv mana xalqimizga mana bu tomonlama tijoratmi, aktyorlarmi yoki san'atmi, ijodmi, rassommi, boshqami shularni yana ham qaytadan bir kashf etdik degan bir fikrlarni olsak,
Shundan Yaxshi bo'ladi. sizlar katta o'zlaringni yutuqlaringga ega bo'lgan bo'lasizlar. Albatta. Sizlarning ishlaringga omad. Men Rahmat. juda xursandman. İlk sonida men bilan suhbat bo'lganimdan men xursandman. Son tarixga qoladi deb. ishlaringga omad. Rahmat sizga. Charchamanglar. Tillaring uzun bo'lsin, tillaring Ilohim. burroq bo'lsin, fikrlaring tiniq bo'lsin, xalqimizni qalbidan, yuragidan joy olaveradi. Rahmat. Rahmat sizga. Siz ham armoningiz qolib ketmasin, mana shu atelyelar xudo xolasa. Inshaalloh. Ilohim ko'raylik. Ha, Armoningiz qolmasin. Rahmat. Hammamiz ikkalamiz uchalamiz nomimizdan tomoshabinlarga aytadigan gapimiz shu. Men sizga bu olam chiroyini beray, falakning yulduzin ham oyin beray, jahondagi 7 mo'jizani ham yanog'ingizga suray. Buning evaziga kulib yursangiz bas, bizga boshqa hech narsa kerak emas. Qoyilga. Sog' bo'ling. Rahmat sizga kattagina hurmatli muxlislar, mana ko'rdinglar. Endi keyingi dasturlarda ham albatta o'tkazib yubormanglar, chunki biz har bitta soha mutaxassislari bilan gaplashamiz. O'sha sohaga nisbatan ochilmagan qirralarni ochib beramiz. Albatta YouTube kanalida, Instagramda podpiskani bosib qo'yinglar va kolokolchiga bosib qo'ysanglar, keyingi masalan yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Va izohlarda yozinglar kimlar bilan ko'rishmoqchisiz, ya'ni qaysi sohadan. Albatta. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.